Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugünkü satıva chiqqan joyimiz Urganch City'da bo'ladi. 5 etajli domimizning 3-etajında 3 xonalı kvartiramiz satıva chiqdi. 80 kvadrat metr. Görüp turganlaringizdek yine balalar o'ynaydigan joylarimiz, bu yanımız bakçamız bo'ladi. Yine bir bakça. Görüp turganlaringizdek bu yanımız agar adam bo'lsak maktabimiz bo'ladi bu yanda. Şu domimizin arkası məktəb bo'ladi, hurmatli yurtdoshlar. Esa domimizin ichki qismi bilan tanishib chiqamiz kvartiramizni. Getdik. Hurmatli yurtdoshlar, 3-qavatimizdan yetib keldik. 5 qavatlı domimizin 3-qavatında 10 qo'ldagi eshigimiz ekan. Bismillahirrahmanirrahim deb giradigan bo'lsak, ko'rib turganlaringizdek kvartiramiz yine şimdi görünüşte korobka. Birimiz yine şunun tuvaleti, sanuzeli, oddiy vannası, oddiy ekan. Birimiz kuxnyamiz bo'ladi. Kuxnyamiz yine görüp turganlaringizdek shunday holatda spagolovkadan chiqib turibdi. Rozetkalari, toklari o'tib turibdi. Görüp turganlaringizdek ahfa. Eshikimiz, yine balkonumuz bor. Hurmatli yurtdoshlar, manzilamiz Urganch City'da 5 qavatlı taza domimizning 3-qavatında shunday bir xonadonimiz sotuvga chiqdi, 3 xonalı. Yine bu yanımız spannemiz bo'ladi. Spannemiz ham görüp turganlaringizdek yine shunday holatda, ko'rinishda chiroyli. Bu yanımız esa bu yanımız ham bir kattalar spannesi desek ham bo'ladi. Görüp turganlaringizdek spagolovkadan chiqib turibdi. Yine bu yanımız esa sanuzelimiz bo'ladi. Sanuzelimizdan yine görüp turganlaringiz shunday holatda. Sanuzelimiz, vannamiz, tualetimiz oddiy bo'ladi bu yerda, hurmatli yurtdoshlar. Bu yanımız katta zalimiz bo'ladi. Zalimiz ham o'zgacha chiroyli, katta. Yine shunday ko'rinishda ko'rganlaringizdek. Akfa aynaları yine. Joyimizning narxına keladigan bo'lsak, joyimizning narxi kvadratı 5 milyon 200 ming so'mdan kelishiladi. 5 milyon 200 ming so'm kelishiladi. Yani kvadratı 80 kvadrat 3 xonalı. Esa hurmatli yurtdoshlar, ekranda berilgan telefon raqamlari telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, baxtli bo'linglar.